akalarımızga topshiramiz. 1 million uyog'ida asimizni puli shunchaki. Yaxshi kuningizga buyursin. Aka, oshingiz bo'lsin. Yaxshi kun. Hamma shokda, hamma quvonchda. Qani nima haqiqatan deb bir ikkitalar telefon qilishdi o'sha kuni. Akalar barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan esa men ekran ortida Oybek Abubakirov. Kirib kelgan 2026-yillar bilan barchani tabriklab qolaman. Mana shu yilda mashina yutmagan aka-ukalarimizga do'stlarim, omad tilab qolamiz. Iloyim mana shu yil sizlarga omadli kelsin. Bo'lmasam yuringlar, eng baxtiyor aka-ukalarimizni bugun chin qalbimizdan tabriklaymiz. Imminna yangi yil oldi o'yin bo'lib, mana shu akalarimizga, opalarimizga omad kulib boqqan. Glavniy priz yutgan akalarimiz esa do'stlarim, aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu akamizni ikki og'iz aytib o'tib ketsam, bundan bitta o'yin oldin Zikr 001 da yutib ketgan akamiz mana shu yoq bo'lishadi. Videosi ham turibdi, o'tinglar, ko'ringlar. Nima desam ekan, omad kelsa arqalab kelar ekan, mana sizlarga tirik guvoh. Aka ikki og'iz o'zi tanishtirib, qayerdan bo'lasiz? Qancha bu omad, bu qayerdan? Assalomu alaykum hammaga. Men Tojikistondan, Gafurovdan bo'laman. Mana shu omadimni bergan ekan Allohim. Mana shu kelib shu bugunga mana K5 ham oldik, yutdik. Shu endi shu yaxshi kunlarga nasib qilsin. Ilohim. Bundan oldin mana Zikrda yutdik. Shu o'yinda ishtirok etib, mana hamma bergan puliga rozi bo'lsin. Ilohim yutmaganlar ham yutsin. O'yinda endi nima deymiz? O'ynaydiganlar o'ynasin-da, shuda yana nima deymiz? O'yinni o'zi kim tavsiya qilganda aka? Shu internetdan bolalar bor edi, ishxonada o'ynaydiganlar. Shularni ko'rib mana o'yinni boshlagandim. Mana Xudo berdi. Xudoga ketim berdi deb. Xudo berdi, orqama ketdim. Mana Xudoga shukr. Ilohim hammasi rozi bo'lsin bergan pullariga. Lekin do'stlarim, ikki og'iz aytaman, akamiz juda ham qattiq riskovat qilishyapti. Nechtadan bilet olib kelyapsiz aka? Shu dafa 39 ta oluvdim. Bundan oldingisida Mercedesga qo'yganda 40 ta oluvdim. Unda bitta nima chiquvdi? Podarishni bilet chiquvdi. Katta priz chiqmadi. Katta priz chiqqan yo'q. Unga endi achinmash kerak-ku olgandan keyin. Zikrga nechta oluvdingiz? Zikrga 17 ta oluvdim. 17 ta oluvdingiz. 17-siga chiquvdi unda. Bundan oldin Zikrdan oldin Zikrdan oldin ikkita bitta o'ynagan edim. O'zi bu 4-o'yinimda ikkita mashina oldim-da. Shu siz bo'lsin aka, yaxshi kuningizga buyursin. Rahmat. Bo'lmasam shu aka-ukalarimizga bir qator olgan chek biletingizni ko'rsatib yuboramiz. Akamiz Tojikistondan do'stlarim, o'zlari Moskvadan kirib kelishdi. O'tgan safar Zikrni berib yuborganmiz. 15-16 15-16 ga chiqdi. Ha, mashina. Ha, 15-16 ga chiqdi. Bir qator polni biletlaringizni ko'rsatib Mana yuborasiz. biletlar, mana bu biletlar. Ekranga ko'rsating-da, sodiq. Do'stlar, mana akamizni boshlangan, mana ketdi. Ketdi. O'sha biletlar. 39 ta bilet oldim dedingizmi? Bu telefonimda ham 3 ta bo'ldi, 4 ta. Ikkita WhatsAppdan. Ikkita WhatsApp'im bor. Dokumentlarni tashlashgan, dogovor. Bittasini chekini ko'rsatib qo'yaylik aka, olgan bilet. O'shani cheki mana yo Rab degan K5 deganda cheki. 2000 63 nomer telefonimizga tashlangan. Chiqingda. O'zi nima bitta olib kelyapsizmi? 5 ta, 10 har kuni tadan. bitta, 2 ta, 5 ta, 4 ta, 3 ta qilib olib kelganda. Sir bo'lmasa aka, nima ish qilasiz? Shuni ham aka-ukalarimizga aytib o'tib ketsangiz. Men o'zim stroykada prorab bo'lib ishlayman. Mana bolalar bor ishlaydiganlar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, hamma tomondan odamlar bor ishlaydigan. Men o'zim shu stroykada 25 yildan beri stroykada. Moskvada. Shu bolalar bor, mana uy bizda ishlaydi, o'ynaydigan bolalar bor. O'sha shogirdlarni ham o'ynattiryapsiz. Yo'q, shogirdlar o'zi meni boshlashgan, o'zi shu shogirdlar o'zi boshlashgan. Mashinani ko'rsatdingiz. Mashinani ko'rsatdim, uni ko'rishgan, ular bilishgan. Nima qildingiz Zikrda aka? Turibdi hozircha. Paka minyapsiz? Ha, turibdi. Yo'q, paka ko'ramiz endi, o'ylab ko'ramiz. Mashina qalay aka? Mashina zo'r. Yangi, bor. Ha, mashinani ichiga o'tsa tushkisi kelmaydi odamni. Iloyim aka nasib qilsin, mana do'stlarim, yana kaliti bilan mashinamizni topshiramiz akamiz. Aka yaxshi kuningizga buyursin, bunisi ham sog' bo'lasiz. Ikki og'iz oxirgi marotaba o'ynab turgan, ishonch bildirib turgan
yutolmay turgan aka ukalarimizga mana yangi yil 40 yilda aka. Ha endi yuta olmagan emas u, ilohim hamma yutsin. Kimda nima niyati bo'lsa, ilohim niyatiga yetsin. Hamma bergan puliga rozi bo'lsin. Ilohim hamma yutsin. Kimga nima niyati bo'lsa, hammasi ilohim Allohim niyatiga yetkazsin. Shu. Sog' bo'lasiz aka, yaxshi kuningizga buyursin. Akalar, yuramiz bo'lmasam ikkinchi g'olibimiz opamiz esinglarda bo'lsa. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Mana sizni mashinangizga o'sha bantinglar bilan qo'yib qo'ydik. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz? Qanchadan buyon ishtirok etdingiz? Kim вообще kanalimizni tavsiya qildi sizga? Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Men asli o'zim Surxondaryolikman, Sariyo Osiyodan, Dashnobodlik. Necha yildan beri Pitcher, 11-yildan beri Pitcherda yashayman. Bu kanal o'zi umuman lotereya sohasida nima bo'lmagan. Bir O'tkir aka degan akamiz borlar. Bahodir Bratmi, yana shuni akam bo'lasiz-dan dedilar. Bir 3-4 marta o'ynadim, o'ynamadim, ixlosim qaytib ketdi. Hech kim unaqasimga kelmadi. Keyin bir kun Nomonjon degan ukamiz aytdi, "Opa" dedi, "Shuni aytsam, men shu yerda mashina yutganman" dedi. Ko'rsatdi mashinaga dedik. "Yo'q" dedim. "Ha" dedim, "Misha ham yutgan" dedi. Shu niyat qilib, lekin 1 yilga hali bormabdi, lekin xohishoninglar, xohishonmanglar, yuragimni olib kelaman Oybekjon. Siz uni hozir nima qilib bera olmayman men. Niyat qilib olib kelaman. Chin ko'nglimdan ixlos qilib niyat qilib olib kelaman. Meni biladiganlar Pitcherda hamma shokda, lekin sizlar kanalinglar uncha kishi bilmasa ekan meni atrofimdagilar. Hamma shokda, hamma quvonchda. Qani nima haqiqatan deb bir ikkitalar telefon qilishdi o'sha kuni, bu yolg'on, opa ehtiyot bo'ling deyishdi. Lekin ixlos qilgan odamni Allohim hech qachon nima qo'ymas ekan deb men juda xursandman, juda ham. Katta rahmat boringlarga. Bu sizlar bu Allohimdan, g'oyibdan darda, prosta endi kimdir sababchi, demak sizlar sababchisizlar bu narsaga. Bu berilgan Allohdan rizqda sababchi sizlar-da. Demak, gapingizdan tushundimki, bizni kanalimizdan tanishlar yutishgan, mashina olib ketishgan. Ikkita o'zimizdan Surxondaryolik. Nomonjon nima yutgan? Hyundai Solarismi shunaqa bitta Misha ukamiz katta mashina, qimmat mashina. U mashinani sotganmi shu qilib uy olgan, dom olgan, O'zbekistondan mashina olgan. Va shu bu Allohdan. Nomonjon lekin o'zi taksistlik qilib yurardi. Juda bir xursandchilikda, bu juda bir xursandman, to'g'risi. Ilohim oshingiz bo'lsin. Rahmat. Qanchadan buyon ishtirok etib kelasiz? Где-то 1 yildan beri ishtirok etib kelaman. Da. Chiqmadimi? Yo'q, podarishni bilet chiqqan. Katta biletlaringdan ham olib kelganman. Da 20 minglikdan ham. Bilmasam, kechagisida bitta olgandim. Ozroq больницаga tushib qolgandik. Bitta olgandim, keyin uyga kelib men olmoqchi bo'ldim. Ana qildilaring-ku, nima skitka yana. Undan oldingisida ham skitkada olganman. Shuni olaman desam, yo'q, anaqa nima, blokirovka qilib qo'ydi Sberbank menikini. Endi nechta bilet oldingiz bu o'yinimizda? Bu o'yinda bitta. Bir dona. Bir dona bilet. Omad kelsa bir donaga ham keladi. Bu narsa bor narsa. Men o'zi juda ishonaman, bu omad, lekin chindan ham men hech kundan beri umuman men oilam, men qancha quvonchimni Allohim ichimda sig'mayman. Bu bor narsa rostdan ham. O'zi omadliman, Allohga shukr. Endi bu Allohdan har bir narsada yana ham Allohim yelkamdagi tog'dog' dard tashadi. Shunchalik ishonch bildirib, ishonch o'ynab kelishyapti aka-ukalarimiz. Avvalam har biringlarga kattakon rahmat. Mana ko'ryapsizlar, bir akamiz 40 ta bilet olib, bir opamiz 1 dona bilet olib, omad kelsa hech gap yo'q. Opa olgan chek biletingiz bir qator ko'rsatib yuboramiz. Bu sir bo'lmasa nima ish qilasiz, opa? Men o'zi konditer bo'lib ishlaganman. 20-yildan beri dekretni o'tkazdaman. Endi Allohimni nimasi bilan 5 yildan beri uyda edim. Sentyabrdan ishga chiqdim universitetga, pekar bo'lib. Akam ishlashadi. Yo'q, men o'zimman. Ham otaman, ham onaman. Allohga behisob shukr. Endi lishni nimalar nima-da. Katta o'g'lim 16 yoshda, kichkina Maminjon 6 ga kiradi inshaalloh. Bu Allohimning nimasi, Allohim bergan ne'mati, shunday bo'layam-da. Yaxshi, mana bir qator chek bilet ekranga ko'rsatib yuborasiz. Bu olgan biletim. Bitta biletim o'g'illarim deb olgan biletim. Bir dona mana bilet olishibdi. Da, hozir vot. Vot chek. Bu haqiqat. Mana 260 60 60 bizning nomer telefon. Endi karta ko'p o'zgarib ketyapti. Bundan oldin ham bitta, ikkita, 3 ta olishgan ekan.
Yo'q, Mercedes'da ko'proq olibsiz-da. Mercedesga ish qilyapsiz ko'pmi? Tavakkal. Yo'q, men tavakkal olaman. Hisobga Tavakkal. qarab. Undan oldin ham olganman. Bo'ldi. Tabriklaymiz Da, opa. Allohdan. Yaxshi kuningizga buyursin iloyim. Xo'p, Katta mashinamizni rahmat. Hammaga nasib qilsin. Mana akalar, dogovoru ikkitadan kalitlari shuncha opa. Rahmat. Tabriklab qolamiz opamizni. Rahmat. Ishoninglar, hammaga katta rahmat. Ekrandagilar hamma so'rayapsizlar. Bu haqiqat, bu haqiqat rostdan. Это real. Ruskiy tanishlarim ham, ular ham hamma so'rab yotdi. Juda ular ham hayratda. Вот это real. Ular aytyapti, "Пока olmasang, мы не верим", deyapti. Вот это есть. Это факт. Nasib ko'rsatasiz hammaga inshaalloh. Rahmat. Yaxshi kuningizga buyursin. Yana dalish davom etasiz degan Конечно, umidamiz. конечно. И bu narsani quvonchini, tем более bunday narsalar yaxshi kunlarga ishlataylik. Alloh hammaga kim niyat umid qilib olsa hammaga nasib qilsin ilohim. Ilohimda yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat Oybekjon. Yaxshi kunlaringizga buyursin opa. Rahmat, Xizmat bajom. sotsangiz ham to'ylarga, uylarga Ilohim, nasib qilsin. Ilohim aytganingiz. Akalar bo'lmasam yuramiz 3-g'olibimizni yana tabriklaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsiz. Qayerdan bo'lasiz? Qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Kim kanalimizni tavsiya qilgan? Men. Men Tojikistondan Xo'jand shahri Jabor Rasul noyasi G'ulagandas qishlog'idan shu oyda o'zi 2 marta belt oldim. Ikkinchisida chiqqanda birinchi beltda 3 ta oldim, ikkinchi beltda 2 ta oldim, ikkitadan birtasida chiqdi. Shu oyda bu yangi boshladim. Yangi boshladingiz, ha? Kim Yangi tavsiya qildi aka? YouTube'dan ko'rgandim. Prosta ko'rib YouTube'dan qoldingiz. ko'rgandim. Realni berishyapti mashinani. Shu qiziqib. Xullas o'ynab videolarimizni ko'rgandim, ko'rib omad chiqdingiz. ko'rgandim. Ishonch bo'ldi. Ishonch bo'lganda. Tikib ko'rdingiz. Mhm. Nechta bilet oldingiz? 2 ta belt oldim Ikki oxirgisida. dona. Undan oldingisi 3 ta oldim. 3 ta oldingiz. Mersa ishtima chiqmagandi unda. Bunda 2 ta oldim, bittasi. O'zingiz qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikiston qayeridan? Jabor Rasulov, Xo'jand shahri Jabor Rasulov. Rasulov. Hozirda qayerdan kelasiz? Peterdan. Peterda o'zida. Peterda. Leninoblasda. Leningrad oblastida. Tabriklaymiz avvalo. Rahmat, rahmat. Olgan chek biletingiz bir qator ko'rsatib yuboramiz keyin. Aha. Mana oxirgi cheki. Xo'p, ekranga shoshilmay ko'rsatasiz aka. Xo'p, nechiga chiqdi? 37 54. Muhibulloh. Muhibulloh. Mana bilet raqamlari ikkita bilet olishgan. Chekini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. 63 nomer telefonimizga tashlashgan ekan. Shirinbek 18 ta karta qo'yganmiz aka, endi o'zgarib ketgan mana. Bundan oldin 3 ta olishibdi. Bundan keyin mana yana olishibdi. Mana akamizga Kia K5 kalitlari bilan shunchaga Rahmat. ishonch bo'lyaptimi o'zi? Rahmat. Tabriklab qolamiz akamizni ham. Obunachilarga qarab yangi ishtirok etib turganlar bor. Ishongan, ishonmagan aka-ukalarimiz bor. Nima deya olasiz mana? Dokumentini, kalitini oldi. Shuncha aka-ukalarimiz kelishgan ko'ryapsiz. Hammaga omad, realni berishyapti mashina, unda yolg'on bo'lgani yo'q. Omadinglarni sinab ko'ringlar. Yana nima deyishim mumkin? O'zi qalay bo'lyapti ishonch? Shunday bir dona, ikki dona bilet olib shunday mashina yutyapsiz. Endi bu omadda, endi omadinglarni ishonch bo'lyaptimi? Realni bo'lyapti ishonch. Bundan keyin ham o'ynab boraman yana o'yinlarda. Nechinchi yilsiz? 99. 99. Yosh ekansiz-da hali. 99. Uylanmagansiz. Yo, uylanganman. Uylanganmisiz? Yana bo'lmasa. Uylangandan keyin Xudo beradi deydi, bekorga bo'lmasa. Gap. Yaxshi kuningizga buyursin. Oshingiz bo'lsin, dalish davom eting, endi tanishlarga. Akalar bo'lmasam, bilasizlar, qolgan mashinalarimiz 5 O'zbekistondan. Bitta Cobalt mana akamiz do'stlari kelishibdi. Xanti-Mantinskiy juda ham uzoq va ikkita Damas sohibimiz o'zlari kelishgan. Shuning uchun hozir pullarni topshiramiz. Avvalam aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'misiz? Kim bo'lasiz? Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz. Yaxshilab. Assalomu alaykum. Bu Cobalt mashinani meni do'stim yutgan, Daston degan. U Xanti-Mantinskiyda yashaydi, 3 oy ishlaydi. Men esa Peterda. Biz bitta shahardanmiz, Tojikiston Tabashar shahridan. Shu o'zi kela olmasa ekan, menga iltimos qilib aytdi, borib pulni olib qo'yasan. Gaplashdik. Ha, gaplashdik. Kela olmayman dedi. Chekin tashadi, biletini tashadi. Borib pulni olasan dedi. O'zbekistondan borib olgan akalar ko'pchilikda sharoit yo'q. Nimaga? Chunki tojikistonlik aka-ukalarimiz juda ham ko'pchilik ishtirok etishyapti. Shu munosabat bilan aytganmiz, kim xohlasa mana puli, kim xohlasa mashina deganmiz, akalarimizga pulini olib keldik. Olgan chek biletingiz bir qator ko'rsatib yuborasiz aka bo'lmasa.
Sizga tashlab berishda, Tashlab ekranga berdi. ko'rsating. Bilet. 21-23 shu bileti. Nechta bilet olishgan? Ikkita bilet. Ikkita bilet olishgan. Ana tashlashgan 63 60 bizning nomer telefon. Qalay sizga telefon qilib aytishganda ishonch bo'ldimi aka? Ha, ishonch bo'ldi. Meni tanishlarim ko'p yutgan, amakim yutgan. Bizda uka. Ha, tog'am o'g'li yutgan. Biz hamshahrilar ko'p yutgan. Biz ham o'ynab turamiz. Siz ham o'ynaysizmi? Ha, o'ynab turamiz. Olganmidingiz? Yo'q, bu safar olmagandim. Yo'q. Mana shu ishonch bo'lgani yo'q deydi. Endi olamiz, yo ishonamiz lekin. Ko'ryapmiz akalarimiz kelishgan, nalichi pul. Oshingiz bo'lsa do'stlarim. Akamizga topshiramiz. 1 million u yoqida padarishni bilet olishgan 50 ta, u ham 100 ming bo'ladi. Uni ham olib qolib, qolganini beryapmiz. Aka rozimisizlar? Yaxshi kuninglarga buyursin. Iloyim. Ishtirok etib turgan aka-ukalarimizga nima deya olasiz? Endi ishtirok etgan aka-ukalar olgan biletidan rozi bo'lsin. Ularga ham chiqadi xudo xolasa. Iloyim siz ham dalishda davom eting aka endi. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzukmisiz? Damas yutdingiz. Damas. Ikki og'iz o'zi tanishtirib, qayerdan bo'lasiz? Assalomu alaykum. Men Qirg'izistondan bo'laman, o'sha shahrdan. Men Oybek o'yinida 2 yildan beri o'ynayman. Bu katta o'yinlarda o'ynalmasdim rost. Kichkina o'yinlarda o'ynab, nima raqam utganman, pul utganman. Padarishli bilet chiqqan. Padarishli biletlar chiqqan. Ashlarda o'tib o'tganda ashi 4 ta bilet oldim. Ashidan bittasiga chiqibdi. 4 ta bilet oldingiz. 4 ta. Bundan oldin ham olganmisiz? Bundan oldin ham oldim. Qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? 2 yildan beri. 2 yildan buyon. Ishtima yutmadingiz. Yo'q, ashi pul utuqlar, ashi Mayda mayda pul, padarishli biletlar ashunday utib Bu kelyapti. safar nasib kam bo'lsa ham Damas chiqibdi-da. Kam bo'lsa ham Xudoyim berdi, Allohga shukr. O'ynanglar, yutinglar hammanglar. Ishonchli o'yin. Biz mana ishonib o'ynadik. Hammaga omad. Qaysi shahardan keldingiz aka? Men Moskvadan keldim. Moskvadan keldingiz. Kim bilan keldingiz? Do'stlarim. Akalarimiz. Nimaga u akalarimiz yoqtirib? Uyalishyapti. Bo'ldi aka. Olgan chek biletingizni ko'rsatib yuborasiz. Ekranga aka, ekranga ko'rsatasiz. Bu nima bu aka? Cheki bu 260 60 60 ga akamiz tashlashgan ekan. Bilet ko'rsating aka endi. Prosta shunday ko'rsating, ana shunday turishiga. 432 ga chiqibdi. 1 2 3 4 ta bilet olishgan. Bundan oldin yo'qmi aka bundan oldin? Olganman, o'chib solganman. O'chib ketgan bu. Bo'ldi. Mana akalar, Damasimiz puli shunchaga. Yaxshi kuningizga buyursin. Tabriklab qolamiz. Hammaga omad Aka-ukalarimizga oxirgi marotaba. Hammaga omad tilayman. Kimda kim o'ynasa ishonib o'ynaringlar, ishonchli o'yin. Mana men 2 yildan beri o'ynab kelaman, utdim Allohga shukr. Hammanglarga omad tilab qolaman. Rahmat aka. Sog' bo'lasiz. Rozimiz Sahir? Roziman. Bo'ldi aka. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Ikki og'iz o'zi tanishtirib, qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Assalomu alaykum. Men Konibodondan bo'laman, Tojikiston. Qab 4 yil 5 yil sen o'ynayman. Pastdan. O'shandan boshlaganimizdan buyon. Kim tavsiya qilgan aka? Meni oshnalarim ko'p yutgan bu o'yinda. Bizi kanaldan, bundan. Da. Nima yutishgan? Mashinami? Mashina yutgan, pul yutgan. Qaysi qayerdanman deysiz? Konibodondan. Yo'q. Samara. Samaradan. Samaradan yutishganlar bormi? Bor. Ana Ko'p bu odamlar 5 yil mobaynida o'yin qilyapmiz akalar. Samaradan akalarimiz даже mashina yutib ketishgan ekan. Islomiymiz. Shularni ko'rgansiz, daveriya bo'lgan, ishtirok etib kelyapmiz. Biron nima chiqdimi aka shu yoqqacha? Biron nima chiqqani yo'q aka. Hech nima chiqmadi. Tolqa padarishni bilay. Tavakkal o'ynab kelyapsiz. Gap yo'q. Avvalam ishonchingiz uchun, ekranda ham aytib o'tib ketaman akalar, avvalam ishonch uchun kattakon rahmat har biringlarga shunchalik daveriya qilib, shuncha yildan buyon ishtirok etib kelyapti. Mana bugun akamizni kam bo'lsa ham Damas mashinasi nasib. Nechta bilet oldingiz? 5 ta. 5 ta. Olgan biletingiz bir qator ko'rib olamiz. Ekranga ko'rsatasiz aka? Yo'q, kameraga. Bitta 3 ta. Bu tepada 2 ta. Nechiga chiqdi aka? 400 34 ga. Bosing shunga. Ko'rsating. Mana 40
934 raqamlariga nasib qildi. Nechta bilet ochsiz aka siz? 20 ta. 20 ta bilet 40 ming rubl bo'layotmaydi. 500 ming yo'g'ida pul, 8300 dollar. Aka, oshingiz bo'lsin. Yaxshi kuningizga buyursin. Rozimisiz? Roziman. Tabriklaymiz aka, kam bo'lsa ham. Oxirgi marotaba ishtirok etib turgan aka-ukalarimizga. Hamma o'ynasin, o'yin haq. Mana qanchasi mana o'ynayapman. Mana Alloh nasib qildi, bugun yutdim aka. Oshingiz bo'lsin. Yaxshi kuningizga buyurib, nasib Ede, qilsin. поговори хочешь. Gapirishmoqchiman. Ha. Keling. О, Kim bo'lishadi? Амакбача. Yaxshimisiz aka? По-русски, правда? Да, по-русски скажите, что вы хотели говорить? Ничего, что вот тут не обманываться, главное, чтобы люди играли, доверяли. Так, спасибо вам тоже за возможность, что выиграли такую сумму. Все, что Да это самый маленький, то, что мы сейчас отдали. Ну, все равно это чуть легче жить день, это Сане все равно, с этими деньгами. Главное, вы знали о нашем конкурсе? Не, вот от брата узнал я, что играли. Будете теперь участвовать? Да, буду участвовать, буду играть. Советуйте друзьям, близким. Всё, тем хорошо. более вот приехали, сами своими Да. глазами увидели, Да. что такое есть и существует, и Да. все это реально. Да. Удачи вам Все, тоже. спасибо вам.